Hammaga assalomu alaykum. Xo'p, men sizlarga aytib o'tgan, ya'ni o'yin orqali pul ishlash bu qanday bo'ladi, men sizlarga hozir qisqacha va to'liq holatda tushuntirib beraman. Hammada telefon bor va bilamizki, bizlar pashta O'zbekiston aholisidan 90% yoki 80% inson nima qiladi? O'yin o'ynaydi. PUBG yoki shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynaydi. Kimdir kompyuterdan, kimdir esa telefondan. Masalan, men o'zim ham telefondan, ba'zi vaqtlarda kompyuterlardan o'yin o'ynab turaman. Va albatta biz bilmaganmiz shu paytgacha bu o'yinlardan pul ishlash mumkinligini, ya'ni qanday deydigan bo'lsanglar, agar bu o'yinlar sizlarga pul keltiradi. Siz bu o'yin orqali pul topa olasiz. Siz bu o'yinlarni qanaqadir comeback yoki qiziqarli voqealarni o'zingizga saqlanib qilib olasiz, ya'ni video talqinini saqlanib qilib olib turib, YouTube tarmog'iga qo'yib turib pul topish mumkinligini bilmagansiz, lekin bunday qilib pul topsa bo'ladi. Xo'p, men aytib o'tgan bloger, mana shu bloger chap tomonda chiqadi. Shu bloger o'zini YouTube sahifasiga PUBG o'yinlaridagi comeback voqealarini yoki qanaqadir chiroyli holatlarini, chiroyli bo'limlarni video qilib joyladi va hozirgi kunda necha mingdan ortiq obunachisi va necha mingdan ortiq prosmotrlarga ega. Va bundan u oyida eng kamida 10-15 ming dollargacha daromad qiladi. Siz ham bunaqa daromad qila olasiz. Albatta bu uchun bizlarga telefon yoki shunga o'xshagan kompyuter kerak bo'ladi. Va har bitta telefonda mana bu yerda ekran zapis chiqadi, hozir ko'rsatib o'taman. Har bitta telefonda Screen Record degan programma bor. Men shundan foydalanyapman. Men hozir ekran screen qilyapman, ya'ni syomka qilyapman ekranimni va sizlar ham bundan foydalansanglar bo'ladi. Bundan foydalanib turib, siz o'zingiz yoki telefoningizni o'zida ham shunaqa ekran zapislari bor, foydalansangiz bo'ladi bemalol. Xohlasangiz shundan foydalangan holatda siz ekraningizni zapis qilib turib qanaqadir o'yin o'ynaysiz, masalan PUBG yoki Counter shunga o'xshagan o'yinlar yoki Mobile Legends shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynab turib bemalol ekraningizni zapis qilib olasiz. Va o'yindagi comeback qiziqarli voqealarni nima qilasiz? Saqlanib qilib olasiz. 1 daqiqalik yoki 50 sekundlik yoki 40 sekundlik bo'lgan daqiqalarni YouTube Shortsga kesib joylab borasiz. Hozir biz YouTube'ga kiradigan bo'lsak agar, mana YouTube tarmog'iga kiradigan bo'lsak agar, mana bu yerda Shortsdan chiqib keladigan videolar juda ham ko'p. Va yosh bolalar yoki o'yinga qiziqadiganlar nima qiladi? Bularni ko'rib boradi va siz o'sha qo'yib borgan videoyingizdan pul ishlaysiz. Masalan, PUBG deb yozadigan bo'lsak agar, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shu bloger PUBG bo'yicha o'zini videolarini joylab boradi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, 461 mingta obunachisi bor va har bitta videolari, mana shortsga qo'yilgan videolari 30 minglab, hattoki millionga borgan prosmotrlari ham bor. Ya'ni 40 minglab, 50 minglab, 1 milliongacha borgan prosmotrlari bor va bundan u oyida eng kamida 10 ming, 15 ming dollargacha daromad qiladi. Siz ham xuddi shu holatda videolaringizni, ya'ni PUBG'dagi o'yindagi yoki qanaqadir o'yindagi videolarni kesib shu YouTube sahifasiga joylab turib pul topsangiz bo'ladi. Buni qanday joylaysiz? Qanday qilib daromad qilasiz? Buni ham keyingi darsliklarimizda, keyingi ma'lumotlarda men sizlarga tushuntirib beraman albatta, sekin-sekinlik bilan. Hozircha faqat shular. Agar siz YouTube bo'yicha to'liq darsni o'rganmoqchi bo'lsangiz agar, YouTube'da daromad qilmoqchi bo'lsangiz agar, ya'ni YouTube'ni to'g'ri ochish, nastroykalarini to'g'ri qilmoqchi bo'lsangiz agar, qo'shimcha sifatida bizani kursimiz ham bor, kichkina mini kursimiz. Unga bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Pastda link qo'yaman, bemalol bog'lanib turib, to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.